Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar va kanalimiz obunachilari. Bugungi videomiz har bir pensiya oluvchi inson uchun, shuningdek ularning yaqinlari uchun hayotiy ahamiyatga ega. Siz hozirda nafaqa olayotgan bo'lsangiz yoki oilangizda nafaqaxo'rlar bo'lsa, bu ma'lumotni albatta oxirigacha tinglashingiz kerak. Negaki yaqinda pensiya qonunchiligida jiddiy o'zgarishlar ro'y berdi. Va bu o'zgarishlar sizning pensiya to'lovlaringizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Agar ushbu yangiliklarni bilmasangiz yoki e'tiborsiz qoldirsangiz, kelajakda pensiyangiz bilan bog'liq jiddiy muammolarga duch kelishingiz, hattoki ortiqcha to'langan mablag'larni qaytarishingizga to'g'ri kelishi mumkin. Shuning uchun bu videoni hozirdayoq like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Chunki bu ma'lumot kelajakda sizni ko'plab bosh og'riqlardan qutqarishi mumkin. Pensiya to'lovlari har doim o'ziga xos murakkabliklarga ega bo'lgan sohaga kiradi. Avvalroq nafaqaxo'rlar o'zlarining hayotlarida pensiya to'lovlariga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan o'zgarishlar haqida pensiya jamg'armasiga xabar berishlari kerakligi haqida umumiy tushunchalar mavjud edi. Biroq bu xabarni berish muddati aniq belgilab qo'yilmagan edi yoki odamlar bu qoidaga unchalik ham qat'iy amal qilishmas edi. Ba'zan bir necha oylar o'tib ham ma'lumot berish holatlari uchrar. Pensiya jamg'armasi esa bu ma'lumotlarni o'zining ichki ma'lumotlar bazasi orqali boshqa tashkilotlardan olishini kutardi. Bu esa ba'zi to'lovlarda ortiqcha mablag' o'tkazilishiga yoki aksincha nafaqaxo'rga tegishli bo'lgan mablag'larning kechikishiga sabab bo'lardi. Hozir vaziyat tubdan o'zgardi. Pensiya qonunchiligiga kiritilgan yangi qoidaga ko'ra, nafaqaxo'rlar o'zlarining pensiya miqdori yoki uning to'lanishiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan har qanday o'zgarishlar haqida pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga o'zgarish sodir bo'lgan kundan boshlab atigi 10 kalendar kun ichida yozma ravishda xabar berishlari shart. Bu juda qisqa muddat va bu muddatga amal qilmasligi jiddiy oqibatlarga olib keladi. Bu qoida nafaqat ortiqcha to'lovlar oldini olishga, balki nafaqa tizimining shaffofligi va adolatli ishlashini ta'minlashga qaratilgan. Davlat har bir so'm pulning qonuniy asosda to'lanishiga intilmoqda va bu qoida ushbu jarayonni yanada tartibga soladi. Endi pensiya jamg'armasi to'liq ma'lumotni nafaqaxo'rning o'zidan kutmoqda va bu mas'uliyat to'liq pensiya oluvchining zimmasiga yuklangan. Keling, endi pensiya to'lovlaringizga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan qanday o'zgarishlar haqida 10 kun ichida xabar berish zarurligini batafsil ko'rib chiqaylik. Kimlar bu haqida qayg'urish kerak va kimlar xotirjam bo'lishlari mumkin? Birinchidan, va bu eng keng tarqalgan holat, ishga joylashish yoki ishdan bo'shash. Agar siz ishlovchi nafaqaxo'r bo'lsangiz va pensiyangizni ish haqingiz bilan birga olayotgan bo'lsangiz, lekin ish joyingiz o'zgarsa, ya'ni boshqa korxonaga ishga o'tsangiz yoki umuman ishdan bo'shasangiz, bu haqida pensiya jamg'armasiga 10 kun ichida xabar berishingiz shart. Misol uchun, Farhod aka 65 yoshda nafaqaxo'r bo'lishiga qaramay, hali ham to'liq stavkada ishlaydi. Uning pensiyasi va ish haqi qonuniy ravishda hisoblab chiqiladi. Agar Farhod aka 2024 yil 10 iyun kuni ishdan bo'shasa, u 20 iyungacha pensiya jamg'armasiga bu haqda xabar berish kerak. Agar u bu haqda xabar bermasa, pensiya jamg'armasi unga ortiqcha pensiya miqdorini to'lashda davom etishi mumkin. Keyinchalik bu holat aniqlanganda Farhod aka ortiqcha to'langan barcha summani qaytarib berishga majbur bo'ladi. Bu bir necha million so'mga yetishi mumkin bo'lgan jiddiy mablag'dir. Pensiya jamg'armasi bilan kelishib, bu summani ma'lum muddat ichida bo'lib to'lashga majbur bo'lasiz yoki pensiyangizdan ushlab qolinadi. Ikkinchidan, nogironlik pensiyasi oluvchilar uchun. Agar sizga nogironlik pensiyasi tayinlangan bo'lsa va keyinchalik sizning nogironlik guruhingiz o'zgarsa, masalan, birinchi guruhdan ikkinchi guruhga o'tsangiz yoki sizning nogironlik muddatining o'zi tugab, qayta ko'rikdan o'tib, nogironligingiz bekor qilinsa, bu haqida ham 10 kun ichida pensiya jamg'armasiga ma'lum qilishingiz kerak. Misol uchun, Dilobar opa 55 yoshda ikkinchi guruh nogironlik pensiyasi oladi. 2024 yil iyulda uning nogironlik muddati tugadi va tibbiy mehnat ekspert komissiyasi xulosasiga ko'ra, uning sog'lig'i yaxshilanganligi sababli nogironlik holati bekor qilindi. Dilobar opa bu xulosani olgan kundan boshlab 10 kun ichida, ya'ni 11 iyulgacha pensiya jamg'armasiga murojaat qilishi va TMEKning yangi xulosasini taqdim etishi shart. Agar u buni qilmasa, unga ortiqcha pensiya to'lanishi davom etadi va keyinchalik bu mablag'ni qaytarishi shart bo'ladi. Uchinchidan, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar uchun.
Bu pensiya turi odatda vafot etgan o'quvchining oila a'zolariga, asosan bolalarga yoki qaramog'idagi shaxslarga tayinlanadi. Agar pensiya oluvchining qaramog'idagi shaxsning maqomi o'zgarsa, masalan, farzand voyaga yetsa, ishga kirsa, turmush qursa yoki u ham vafot etsa, bu haqida darhol xabar berish lozim. Aysuluv opa 48 yoshda marhum turmush o'rtog'ining 18 yoshga to'lmagan farzandi uchun boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Agar uning farzandi 2024 yil 5 iyul kuni 8 yoshga to'lsa, u 15 iyulgacha pensiya jamg'armasiga bu haqda xabar berishi kerak. Agar farzandi 15 yoshdan keyin ham o'qishni davom ettirsa, bu haqida ham ma'lumot berilishi shart, chunki bu holda pensiya to'lovi saqlanib qolishi mumkin. Ammo agar o'qishni tugatsa yoki tashlab yuborsa, xabar berish kerak. Xabar berilmagan taqdirda, pensiya jamg'armasi ortiqcha to'langan summani qaytarishni talab qiladi. 4-dan doimiy yashash joyini o'zgartirish. Agar siz nafaqa oluvchi sifatida doimiy yashash joyingizni o'zgartirsangiz, ya'ni bir tumandan boshqa tumanga yoki bir viloyatdan boshqa viloyatga ko'chib o'tsangiz, bu haqida ham pensiya jamg'armasiga 10 kun ichida xabar berishingiz kerak. Bu shuningdek, boshqa davlatga doimiy yashash uchun ko'chib o'tishni ham o'z ichiga oladi. Nodira xola 7 yoshda Toshkent shahrida nafaqa olardi. U 2024 yil avgust kuni doimiy yashash uchun Samarqand viloyatiga ko'chib o'tdi va shu viloyatdan ro'yxatdan o'tdi. U avgustgacha pensiya jamg'armasining Samarqand viloyati bo'limiga murojaat qilib, o'zining yangi yashash joyi haqida xabar berishi shart. Bu uning pensiya ishini yangi yashash joyiga o'tkazish uchun muhimdir. Aks holda uning pensiya to'lovlarida uzilishlar yuzaga kelishi mumkin. Yoki pensiya jamg'armasi ma'lumot almashinuvi orqali bu haqda bilganida ayrim tushunmovchiliklar kelib chiqishi mumkin. 5-dan vafot etgan shaxsning pensiya oluvchisi tomonidan o'zgartirilishi. Agar siz vafot etgan shaxsning nomiga pensiya oluvchi sifatida tayinlangan bo'lsangiz, masalan, vasiy yoki ishonchli vakil va bu holat o'zgarsa, ya'ni vasiylik bekor qilinsa yoki yangi vasiy tayinlansa, bu haqida ham 10 kun ichida xabar berish zarur. Bu holat unchalik keng tarqalmagan bo'lsa-da, ammo pensiya jamg'armasi uchun pensiya to'lovlarining kimga va qaysi asosda amalga oshirilayotganligi juda muhimdir. Kimlar bu haqida qayg'urishi kerak? Yuqorida sanab o'tilgan holatlarga duch kelgan har bir nafaqaxo'r albatta bu qoidaga rioya qilishi shart. Bu sizning pensiyangiz miqdori o'zgarishiga olib kelishi mumkin bo'lgan har qanday holatdir. Kimlar xotirjam bo'lishlari mumkin? Agar sizning pensiya oluvchi sifatidagi holatingiz barqaror bo'lsa, ya'ni yuqorida sanab o'tilgan o'zgarishlarning hech biri sizning hayotingizda sodir bo'lmagan bo'lsa, siz xotirjam bo'lishingiz mumkin. Ya'ni ish joyingiz, nogironlik guruhingiz, yashash joyingiz o'zgarmagan. Yashash joyingiz o'zgarmagan bo'lsa, shaxslar bilan bog'liq vaziyatlar ham barqaror bo'lsa, sizdan hech qanday harakat talab etilmaydi. Ammo bu o'zgarishlar sizning hayotingizda yuzaga kelishi bilan sizning harakatingiz zarur bo'ladi. Endi esa ushbu qoidaning istisnolari, tuzoqlari va nozik jihatlariga e'tibor qaratamiz. Birinchidan, ular allaqachon bilishadi degan fikr. Ko'pchilik nafaqaxo'rlar pensiya jamg'armasi barcha ma'lumotlarni o'zi oladi. Men xabar berishim shart emas deb o'ylashadi. Davlat organlari o'rtasida ma'lumot almashinuvi mavjud. Masalan, fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish organlari vafot etgan shaxslar haqida ma'lumot berishi mumkin. Yoki bandlik organlari ishga joylashish haqida ma'lumot uzatishi mumkin. Ammo bu tizim har doim ham mukammal ishlamaydi va ma'lumotlar kechikishi mumkin. Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorlarida belgilanishicha, nafaqaxo'rning o'zi shaxsan mas'ul hisoblanadi. Agar pensiya jamg'armasi ma'lumotni o'zi olgan taqdirda ham bu ma'lumot kechikib kelishi mumkin va shu vaqt ichida sizga ortiqcha pensiya to'lanishi mumkin. Shuning uchun bu mas'uliyatni o'zingizdan soqit qilmang va 10 kunlik muddatga qat'iy rioya qiling. Ortiqcha to'langan summani qaytarib berish har doim ham yoqimli holat emas. Bu shaxsiy mablag'ingizga zarar, qo'shimcha bosh og'riq va stressdir. Ikkinchidan, 10 kunlik muddat qanday hisoblanadi? Bu kalendar kunlar, ya'ni dam olish va bayram kunlari ham hisobga olinadi. Muddat o'zgarish ro'y bergan kundan boshlab hisoblanadi. Masalan, agar siz 1 sentabrda ishga joylashgan bo'lsangiz, demak 11 sentabrgacha pensiya jamg'armasiga xabar berishingiz kerak. Agar 10 kun dam olish kuniga to'g'ri kelsa, muddat keyingi ish kuniga o'tmaydi. Balki o'sha 10 kun ichida xabar berish kerak. Shu bois o'zgarishlar
haqida imkon qadar tezroq xabar berishga harakat qiling. Uchinchidan, force majeure holatlari. Agar nafaqaxo'rning o'zi og'ir kasallik tufayli yoki boshqa jiddiy sabablarga ko'ra 10 kun ichida xabar bera olmasa-chi? Bunday holatlarda nafaqaxo'rning qonuniy vakili, qarindoshlari, vasiylari yoki yaqinlari uning nomidan murojaat qilishlari mumkin. Albatta, bu holatni tasdiqlovchi hujjatlar, masalan, kasallik varaqasi taqdim etilishi kerak. Shuni unutmangki, har bir holat alohida ko'rib chiqiladi. Lekin qo'ydaga asosan ma'lumotni imkon qadar tezroq taqdim etish muhim. Masalan, 75 yoshli Murod aka insultga uchragan va shifoxonada yotibdi. Uning farzandi otasining ishdan bo'shagani haqidagi ma'lumotni 10 kun ichida pensiya jamg'armasiga Murod akaning nomidan shifoxona ma'lumotnomasini ilova qilgan holda taqdim etishi mumkin. Bu pensiyaning uzluksiz va to'g'ri to'lanishini ta'minlaydi. 4-dan, chet elga chiqish va uzoq muddatli yashash. Agar siz chet elga uzoq muddatga, masalan, 6 oydan ortiq muddatga chiqib ketsangiz va bu muddat ichida pensiya to'lovlarini olishni davom ettirsangiz, bu haqida ham pensiya jamg'armasiga ma'lum qilish talab etiladi. Ba'zi mamlakatlar bilan pensiya to'lovlarini o'zaro tan olish bo'yicha shartnomalar mavjud, ammo bu har bir holatda individual ko'rib chiqilishi kerak. Bu masalada ham ortiqcha to'lovlar yoki to'lovlarning bekor qilinish kabi muammolar kelib chiqishi mumkin. Shu bois chet elga uzoq muddatga ketishdan oldin pensiya jamg'armasi bilan maslahatlashish tavsiya etiladi. 5-dan, pensiya jamg'armasining xatosi. Ba'zan pensiya to'lovlarida pensiya jamg'armasining o'zi tomonidan xatoliklar yuz berishi mumkin. Agar sizga ortiqcha pensiya to'lovi amalga oshirilganini sezsangiz, darhol bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar bering. Garchi xato ularning tomonidan bo'lsa-da, siz bu haqda ma'lumotni bilganingizdan keyin xabar bermasligingiz keyinchalik sizning javobgarligingizga sabab bo'lishi mumkin. Ortiqcha to'langan mablag'ni o'z ixtiyoringiz bilan qaytarish keyinchalik majburlab undirilishidan ancha afzal. Endi esa eng muhim qism amaliy maslahatlar. Siz nima qilishingiz kerak? Agar sizning hayotingizda pensiya to'lovlariga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan o'zgarish sodir bo'lsa, quyidagi aniq qadamlarni bajaring. Birinchi qadam, o'zgarishni aniqlang. Hayotingizda pensiyangizga ta'sir qiladigan o'zgarish ro'y berganini tushuning. Bu ishga joylashish, ishdan bo'shash, nogironlik holatining o'zgarishi, yashash joyining o'zgarishi, qaramog'ingizdagi shaxsning maqomining o'zgarishi va hokazolar bo'lishi mumkin. Ikkinchi qadam, o'zgarishni tasdiqlovchi hujjatlarni to'plang. Har qanday o'zgarishni tasdiqlovchi hujjatlarga ega bo'ling. Masalan, ishga joylashgan bo'lsangiz, mehnat shartnomasi nusxasi. Ishga qabul qilish to'g'risidagi buyruq nusxasi. 2. Ishdan bo'shagan bo'lsangiz, ishdan bo'shatish to'g'risidagi buyruq nusxasi. 3. Nogironlik guruhi o'zgargan yoki bekor qilingan bo'lsa, tamamlikning yangi ma'lumotnomasi. 4. Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi holatida farzandning tug'ilganlik haqidagi guvohnomasi, 12 yoshga to'lganligi uchun ishga joylashganlik haqida ma'lumot, nikoh guvohnomasi, agar turmushga chiqqan bo'lsa, o'qish joyidan ma'lumotnoma. 5. Yashash joyi o'zgargan bo'lsa, pasportdagi propiska haqidagi belgi. 6. Vafot etgan shaxsning vasiysi o'zgargan bo'lsa, vasiylikni tasdiqlovchi hujjatlar. Bu hujjatlarning asl nusxalari va nusxalarini tayyorlab qo'ying. 3-qadam, pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. O'zgarish sodir bo'lgan kundan boshlab 10 kalendar kun ichida pensiya jamg'armasining sizning yashash joyingizdagi hududiy bo'limiga shaxsan borishingiz kerak. Murojaat qilish usullari. Shaxsan tashrif buyurish bu eng ishonchli usul. Pensiya jamg'armasi bo'limiga shaxsan borib, ariza yozing va kerakli hujjatlarni taqdim eting. Arizangizning qabul qilinganligi haqida belgi yoki ro'yxatdan o'tgan raqamni olishga harakat qiling. Bu kelajakda sizning haqqingizni himoya qilish uchun muhim dalil bo'ladi. 2. Ishonchli vakil orqali. Agar sizning shaxsan borish imkoniyatingiz bo'lmasa, ishonchli vakil, masalan, yaqin qarindoshingiz notarial tasdiqlangan ishonchnoma asosida sizning nomingizdan murojaat qilishi mumkin. 3. Davlat xizmatlari markazlari orqali. Ba'zi holatlarda davlat xizmatlari markazlari orqali ham murojaat qilish mumkin. Ammo 10 kunlik muddatni hisobga olgan holda bu usulni oldindan aniqlashtirib olish tavsiya etiladi. 4. Elektron shaklda murojaat. Hozirgi kunda davlat xizmatlari portalida my.gov.uz ayrim xizmatlar elektron shaklda ko'rsatiladi. Ammo aynan shu turdagi xabarnomalarni yuborish imkoniyati bor yo'qligini aniqlashtirishingiz kerak. Elektron murojaat yuborilgan taqdirda ham uning qabul qilinganligi va
ro'yxatdan o'tganligi haqidagi tasdiqni saqlab qo'ying. 4-qadam, arizani to'g'ri yozing. Arizangizda quyidagilar aniq ko'rsatilsin. Kimga? Pensiya jamg'armasining qaysi hududiy bo'limiga? Kimdan? Sizning FIsh pasport ma'lumotlaringiz, pensiya guvohnomasi raqamingiz, yashash manzilingiz, arizaning mohiyati, qanday o'zgarish ro'y berganligi, masalan 2024 yil iyundan boshlab ishga joylashdim yoki 2024 yil 25 yilda nogironlik guruhim o'zgardi. O'zgarishning sanasi bu juda muhim. O'zgarish aynan qaysi kunda ro'y berganligini aniq ko'rsating. Ilovalar, arizaga ilova qilingan hujjatlar ro'yxati, masalan mehnat shartnomasi nusxasi, timlik ma'lumotnomasi, imzo va sana. Hurmatli do'stlar, bugun biz pensiya to'lovlari bilan bog'liq juda muhim mavzuni muhokama qildik. Pensiya jamg'armasiga 10 kun ichida xabar berish kerak bo'lgan o'zgarishlar haqida batafsil ma'lumot berdim. Bu qoidalarga amal qilish sizni ko'plab bosh og'riqlardan, ortiqcha to'langan mablag'larni qaytarish majburiyatidan xalos qiladi va pensiya to'lovlaringizning uzluksiz va qonuniy asosda amalga oshirilishini ta'minlaydi. Mas'uliyatni o'z zimmangizga oling. Shunda hech qanday muammoga duch kelmaysiz. Bu videodagi ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. O'z fikrlaringizni va savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu videoga like bosing va do'stlaringiz bilan bo'lishing. Chunki bu ma'lumot kimningdir pensiya kelajagini saqlab qolishi mumkin. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda yana ko'rishguncha sog' bo'ling.